6个小时可以出来，完成。5 soat 6 soatda qolipimizni o'yib tayyor bo'ladi. Hayot dojo 出来这个 mojik. 今晚上晚上? Bugun kechga qolipimiz tayyor bo'ladigan, xudo xolasa. Chiqqandan keyin buni ham yig'ilish jarayonlari bor. Endi Xitoyga borib yurmaysizlar. Xitoyda mana shu pomesheniya tayyor olib kelib berdik. Bir komplekt qolipni 1 kun yo 2 kunda o'yish maqsadida shu 6 komplekt olib keldik. Biz xitoyliklarni olib kelib, shu yerda qoliplarni ishlab chiqarish yo'lga qo'ydik. Yaqinda endi Xitoyga borib yurmaysizlar. Xitoyda mana shu pomesheniya tayyor olib kelib berdik. Assalomu alaykum. Omonmisizlar? Tanajoninglar sog'mi? Bu sohani mutaxassisi Dostonbek bilan video uchun so'rashmaymiz. Omonmiz so'rsan, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Podpischilarimizga tushunarli bo'lishi uchun bu sohada necha yillik tajribangiz bor? Shu sohaga kirganimizga 2015 bo'lsa, 11 yillik tajribamiz bor ekan. Xudo xolasa, mana shu sohada Dostonbek mana endi hozir xitoyliklar ishlatyapti. Bu soha nima soha, buni ichida nima bor, bizga nima plyus, nima minuslari bor? Hammasi haqida xudo xolasa batafsil ma'lumot beramiz. Bu stanoy o'zi birinchi savol nima? Bu stanoy qoliplarni oyoq kiyim ishlab chiqarish uchun qoliplarni o'yib beradigan CNC stanoy. Hozirgi paytda 6 dona olib keldik. Biz 6 dona olib kelishimizdan maqsad bir komplekt qolipni 1 kun yo 2 kunda o'yish maqsadida shu 6 komplekt olib keldik. Endi hozir qolip deganda mana keling, sizdan nimalarni ko'rsatib, nima qilavering, ko'rsatavering, biz ham gaplashaveramiz buni nima ekanligini. Xo'p, bu faqat nima qiladimi? Hozir shu padojga qolip yasaydi xolosmi yo boshqa qoliplar bo'lsa ham yasaveradimi? Shu holatda palvertdan litovoy qolip, palvertdan litovoy qolip bo'lsa, keyin PVC, oddiy PVC, PVC havolik. Keyin litovoy qolipga so'raydigan materialli qolip bo'ladi. Yangi chiqdi Xitoyda, 1-2 yil mashhur, 1-2 yildan beri mashhur bo'ldi shu qolip. Shularni ham xudo xolasa shu yerda imkoniyat qo'ldan kelgancha yasab beriladi. Yasab beriladi. Endi yana bitta savol. Hozir mana bu yerda 6 ta qo'ydik, o'rnatdik deyapsiz. Bu bizga nima vaqtdan yutuq beradimi yoki bir mablag'imizni tejaydimi? Ya'ni biz o'zimizni ishlab chiqaruvchilarimizga qanaqa plyuslari bor shularni aytsangiz, menimcha foydali bo'ladi. Ishlab chiqaruvchilarimiz Xitoy davlatidan qolip zakaz qilishadi. Qolip zakaz qilganda ham eng tezi bilan 10 kun, 15 kunda tayyor qilib bergan taqdirda, uni olib kelish maqsadida ham 15 kun, 20 kun vaqt ketadi. Yo'lda. Shu holatda sezondan o'tib ketib qoladi yoki sezondan oldin harakat qilish kerak bo'ladi. Shu maqsadida biz xitoyliklarni olib kelib, shu yerda qoliplarni ishlab chiqarish yo'lga qo'ydik. Kecha Doniyor bilan gaplashganimda aytdi menga, misol u ma'lumotni sal o'zim ochiqlayman, Dostonbek to'ldiradi xudo xolasa. Ibatda misol uchun bitta chiqqan modelni bir dona qolipini yasab ko'rish imkoniyatini ham beradi deb tushunadi. Shunaqa. U ham ustunlik ya'ni. Bir dona obrazez berib qo'lga beriladi. Ma'qullagandan keyin komplekt qolip ochiladi. Ham mablag'dan yutadi, ham vaqtdan yutadi. Vaqtdan va mablag'dan yutadi. Model o'xshamagan bo'lsa, o'zgartirish kiritilgan joylar bo'lsa, o'zgartirib kiritiladi. Endi hozir mana misol stanoylar keldi, vaqtdan yutishlarini aytdi, sezonni o'tkazib yubormasliklarini aytdi, ya'ni bu mablag'ni ham tejashga yordam beradimi hozir? Misol uchun Xitoydan arzonroq deyalamizmi? Xitoy narxida qilib berilishimiz mumkin. Xitoy narxida. Endi bular yutish maqsadida tamoshga, rastamoshga, yo'l kira maqsadida yutish ehtimoli bor shular. U tomonlardan. Shu tomonlardan yutiladi. Hozir shu holatda mana qoliplarimizni, mana korpuslarini, alyuminlarini olib kelib qo'yganmiz. Mana. Hozir shu holatda tayyor. Mana yaqinda hamma narsasi kelgan, xudo xolasa. Endi mana bu tomonda nimalari? Korpus qismlar. Bu o'yiladigan qism. Mana 6 ta stanoy hozir ishlab turibdi. Mana shularni ham birin-ketin ko'rsatib boraylik. Bu hozir sut chachyapti ekan, mana shuni yaqinroqdan olib qo'ying. Endi hozir sanab o'tgan qoliplarimizni yasaydi bu. Boshqa mavzuda ham qoliplar yasaveradi, misolchalik, nima deydi? Boshqa plastmassa detal ishlab chiqaradiganlar bo'lsa, boshqa bo'lsa. Yo'q, hozirchalikka shu oyoq kiyim sohasi bo'yicha, endi o'zimiz shu sohada bo'lganligimiz uchun, shu sohada bo'lganimiz, shu sohani tanlab turib, shu qoliplar shu yerda ishlab chiqarish maqsadida shu stanoylarni olib keldik. Olib kelindi. Endi oxirgi savol, yaqinda o'ylaymanki video foydali bo'lyapti. Albatta buni o'sha ishlab chiqarishi bor, aynan hunarmand yaqinlar bo'lsa yuborib beringlar videorolikni, ya'ni ham manfaatli bo'ladi. Kommentariyada qo'llab-quvvatlab turasizlar. Savolimiz necha kunda endi misol uchun navbat kelsa biz qolipni yetkazib beramiz. Misol uchun Xitoy davlatidan 1 oyda kelishini aytdi. Endi приблизительно. Biz necha kunda yetkazib beramiz? Xo'p, bir hafta bilan 10 kunda o'zini maketlari bo'ladi, chiqadi. O'sha maketi chiqqandan keyin, tasdiqlagandan keyin
bir hafta 10 kun o'chiritga qaralib, shu holatga kelmoq turib chiqariladi. Bir hafta 10 kunda xullas qolipda olishadi. Qolipda xudo olasa, obrazец qo'yib qo'liga beramiz. Yaqinlab o'sha 1 oy. Endi u 1 oy ham menimcha eng minimalniy chislani aytdi. Endi tez bilan aytyapman men. Xudo xohlasa tez bilan. Endi bizda xudo xohlasa bir hafta 10 kun ichida qoliplarni qo'lga olasizlar. Narx-navolarni inshaalloh Adib kanalidan oluvdik desalar, kelishtirib berishadi. Endi hozir biz narx aytolmaymiz-da, nima narsa. Narx aytiladi, qolipda holatiga, turiga qarab turib aytilinadi. Misol uchun har qanday o'sha oyoq kiyimni qolipini maksimal sizlarga yasab beriladi. Yaqinda aytib o'tgandek, mana shu pomeshcheniyani tayyor Xitoyda olib kelib berildi. Xitoylik odamlar bilan birgalikda. Endi hozir savol, mana misol uchun bu tayyor bo'layotgan qolip qanchada bitadi? Bu nima akaxondan so'raychi. 小王，他们现在说这个模具大概多久能做好？多久出来5-6个小时。 ？5-6个小时可以出来完成。5 soat 6 soatda qolipimiz o'yib tayyor bo'ladi ekan. O'yib bo'ladi. O'yib bo'lar ekan. Bundan keyingi yig'ilish nimalari bor. Jarayonlar, korpuslarga, boshqalarga yig'iladi. Xullas, vaqtlarini inshaalloh tejaydigan, yaxshi ish qilingan. O'zbek xalqini shu hunarmand qatlami uchun manfaatli ish qilingan yaqinda. Xo'p, bu Dostonbek aka yig'ilish tomonimi endi? Bu xonamiz yig'ilish jarayoni shu yerda bo'ladi. Hamma yoq urvillarga, hamma yoqqa qo'yib turib, shu yerda qolipimiz yasab chiqariladi. Mana bu jarayonda mana qolipimiz birinchi chiqish jarayoni. Mana dupayalarni yasab, figuralarni ko'rib, agar bu figura hamma yoq ma'qul bo'lgandan keyin komplekt figuralar yasalashni boshlaydi. Dupayamiz. Buni oyoq kiyim ishlab chiqaruvchilar yaxshi biladi bu narsani. Tushunishadi o'zlari. Oyoq o'zlari. kiyimda eng birinchi bo'ladigan chiroyli chiqadigan narsa figura bo'ladi. Qolip figurasi bo'ladi. Bu hozir litovoydiki, Bu litovoy, ha. Hozir bir dona obrazец chiqartirganmiz. Mana shu yerda yasalgan qolip. Shu yerda yasalgan bir dona obrazец. Qolip. Mabodo endi kesalang, yana undan tashqari yasalganlarni, boshqalarini ko'rsatib, nima qilishaveradi. Bu akaxon ham mana привозной olib kelingan. Nima degan akaxonlardan? Xitoylik akaxondan. Hozir nimasini tayyorlayapti endi? Qolipni shlipovka qilib, uruvinni bir-biriga to'g'ri keladigan qilib turib to'g'rilayapti. Yasayapti. Mana bu tomondan stanoylar to'liq olib kelingan. Hozir hech kimga ish tushmaydi, albatta odamlarda. Zakasni bersa, mashetda hamma ishi bitadi. Xudo xolasa shu yerda hamma ish bitib, hamma ishi bitib, yuklab olib ketib, faqat olib mana quyish kerak bo'ladi, xolos. Endi bizda hozir mis qolipimiz ham bor edi. Ha, mis qolipga ham xudo xolasa harakat qilganmiz. Hozir bir o'tib uni ham ko'rsatamiz. Mana bu tomon hozir mis qolip chiqarish jarayonidamiz hozir. Bu yerga ham mana mis qolip uchun ham imminni Xitoylik olib kelganmiz. Ularning ham tajribasi 10 yil, 15 yildan oshiq tajribaga ega Xitoyliklar. Bu sohada yangi bas bular. Bu sohada yangi nima kirmagan bu sohaga. To'k bor mana uning ichida. Ha, to'k. Oh. Ushab tur deyapti. Okey. Mana. Mana biz qolipimiz chiqqan jarayoni. Mana yaltirab, xudo xolasa go'zal chiqdi. Rakamizga krossovka qolipini qilib berishimiz kerak edi. Mana hozir jiga hayot dojo chulajibi mojib.晚上 bugun kechga qolipimiz tayyor bo'ladi ekan xudo xolasa. Chiqqandan keyin buni ham yig'ilish jarayonlari bor. Bunisiga ham vaqt ketadi. Mis qolipni holatga qarab turib bir haftada qo'lingizga beriladi mis qolip ham.